Sushi sheflar bu videoyimdan keyin aniq menga negativlar yog'dirsa kerak. Rollar bunaqa tayyorlanmaydi. Sen noto'g'ri tayyorlading, guruchni noto'g'ri pishirding. Endi nima qilay, sushi shef bo'lib ishlamaganman. Uyda uy sharoitida o'zim tayyorlashni o'rganib olganman. Guruchga suvni olib, birinchi bo'lib pishirib olamiz. Pishganidan keyin siropini tayyorlab, guruchga solib, bitta aralashtirib, yana ustini dimlab qo'yamiz. U dimlangunicha ichiga solinadigan hamma mahsulotlarni tayyor qilib oldim. Bu uchun bodring, aysberg karomi, losos balig'i va tuxumni ozgina tuz bilan aralashtirib, xuddi quymoq shaklida pishirib olib, uni ham somoncha qilib kesib oldim. Qolgani xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib, nori karomini ustiga 2 osh qoshiqdan guruch solib, hamma masalliqlarni qo'yib chiqqanimizdan keyin, albatta tvorojniy sirami esingizdan chiqib qolmasin, uni bir tekisda qilib o'rab olamiz. O'rashga qiynalmasligingiz uchun shunaqa taxtachangizga strech kiydirib olsangiz, sizga yana ham oson bo'ladi. Tepa tarafini guruchli qilib o'rab olgan rollarim ustidan bittasiga sedana, bittasiga losos balig'idan qo'yib, baliq ko'chib ketmasligi uchun uni yana bitta qattimlab olamiz. Tayyor bo'lgan rollarimizni bir tekisda kesib, chiroyli qilib bitta idishga taxlab, stolga tortamiz. Videoda ishlatilgan hamma mahsulotlarni, guruch qanaqa pishirilishini men opisiyaga yozib qoldiraman. Sizgacha uy sharoitida tayyorlangan rollar yoqadimi yoki ko'chanikimi? Kommentariyada o'zingiz fikringizni yozib qoldiring. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta sahnaga chiqib qo'ying.